Restoran brendini patentlash nech pul? Hozir hisoblab chiqamiz. Xo'p, siz restoran brendini patentlayotganingizda dastlabki davlat boji 1.648.000 so'mni tashkil etadi. Restoran yo'nalishini ifodalaydigan klass bo'lsa, bu 43-xizmat ko'rsatish klassi hisoblanadi. Agarda siz restoraningiz brendini to'laqonli har bir yo'nalish bo'yicha patentlab qo'ymoqchi bo'lsangiz, sizga qo'shimcha ravishda 5 ta klass kerak bo'ladi. Bular qaysi klasslar? 29-klass, ya'ni go'sht va sut mahsulotlaridan taom tayyorlaydigan bo'lsa 29-klass kerak bo'ladi. Agarda siz choy va qahva shunga o'xshagan shirinliklarni sotadigan bo'lsangiz 30-klass kerak bo'ladi. Agarda siz alkogolsiz ichimliklar, masalan, kola, Fanta, Sprite shunga o'xshagan turli xil ichimliklar chiqib ketgan, shu ichimliklar bo'yicha ham savdo qiladigan bo'lsangiz 32-klass, savdo yo'nalishi bo'yicha va onlayn zakazlar bo'yicha ham ishlayman degan niyatingiz bo'lsa 35-klassni olasiz va eng kerakligi, agar yetkazib berish xizmatini ham tashkil etmoqchi bo'lsangiz 39-klass, ya'ni umumiy 5 ta qo'shimcha klassni qo'shib olganingiz ma'qul bo'ladi va har bir klass uchun 206 mingdan umumiy 1.30 ming so'm xarajat bo'ladi. Mana shu xarajatlarni amalga oshirganingizdan keyin sizni talabnomangiz topshirilgan deb hisoblanadi va 7 oydan keyin guvohnomangiz tayyor bo'ladi. Shu 7 oy ichida nimalar sodir bo'ladi? 7 oy ichida dastlabki tekshiruv, rasmiy ekspertiza, mohiyat bo'yicha ekspertiza, Adliya vazirligi tomonidan yuborilgan so'rovnomalarga javob berish kerak bo'ladi. Agar siz shu so'rovnomalarga vaqtida, to'g'ri va qonuniy ravishda javob beradigan bo'lsangiz, guvohnomangiz tayyor bo'ladi. Guvohnoma 7 oydan keyin tayyor bo'lgandan keyin davlatga to'laydigan guvohnoma bojingiz 2.802.000 so'mni tashkil etadi va agar siz 5 ta klassni ham qo'shib olgan bo'lsangiz, har bir klass uchun 412.000 so'mdan, umumiy 5 ta klass uchun esa 2.60 ming so'm to'lov qilgan bo'lasiz. Shunda siz patent markazlarisiz o'zingiz brendingizni patentlamoqchi bo'lsangiz, umumiy jami qiladigan to'lovingiz 7.540.000 so'mni tashkil etadi. Agar bunday bosh og'riqlar sizga kerak bo'lmasa va sizga professional tarzda restoran brendingizni patentlash kerak bo'ladigan bo'lsa, IPO patent markaziga murojaat qiling. Zero biz ishimizga kafolat beramiz. Bu videoni restorani bor do'stlaringizga jo'natib qo'ying.